Alpomish Media taqdim etadi. Alpomish dostoni. Birinchi qism. Men Abdunazar Baxshi Payan o'g'li 1954-yil Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilganman. Baxshichilik san'atiga kirib kelishimda ustozlarimning juda xizmati katta bo'lgan ustozlarim Xo'shbaq Baxshi Mardonaqulov, Charshanba Baxshi Rahmatullayev hamda Qodir Baxshi Rahmoğullardan juda ko'p dostonlarning sirlarini termalar o'rganganman. Hozirgi vaqtda bir necha shogirdlarim bor. Eng iste'dodli shogirdlarimdan mana Muhammad Baxshi Eshboyev, bundan boshqa yana shogirdlarim bor. Mana endi hozir Alpomish dostonidan sizlarga aytib bermoqchiman. Mana Alpomish dostonida ikki oz aytadigan bo'lsak, bu Alpomish dostoni juda katta doston. Buni oldingi baxshilarimiz juda ko'p kuylagan. Mana Alpomish dostonining bir necha variantlari bor. Samarqand varianti, Surxondaryo varianti, Qashqadaryo. Endi aynan shu Surxondaryoning o'zida ham bir necha variantlarda aytilgan. Mana men sizlarga hozir Charshanba Baxshi Rahmatullayev ustozimdan o'rgangan shu 5 qo'ton varianti ham deyiladi. Buni Alim Baxshi degan odam kuylagan. Alim Baxshidan keyin Xoliyar Baxshi, 5 qo'tonli Xoliyar Baxshi kuylagan. Undan mana Charshanba Baxshi eshitib, mana Charshanba Baxshidan men bu dostonni shu variantini o'rganganman. Hozir mana shu Charshanba Baxshidan o'rgangan variantidan sizlarga suxan qilamiz. Alpomish Media. O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Baxshi Poyonov. Aytmoq bo'ldi bizdan, eshitmoq bo'ldi sizdan. Aytayıq bir boshidan, yomon bilan yaxshidan. Olqish olayıq tomosha qilgan kishidan. Ikki ovoz aytar bo'ldi Qo'ng'irot Alpomishidan. O'tgan burungi zamonda yeli xalqi amonda, Boysun Qo'ng'irot degan tomonda 19 ta biyning avlodi o'tgan edi. Hammasi lekin yurtini obod qilib, yeli xalqining jeganini qontin obod qilib, keksalarni hurmat qilib, yoshlari yurtiga xizmat qilib, ana biylarning avlodlari o'tdi. Ana 19 biyning avlodlari kelib, mana 16-sida Dolmanbiy degani o'tdi. Dolmanbiydan Arkanbiy, Arkanbiydan O'rkanbiy, O'rkanbiydan Dobonbiy, Dobonbiydan Alpinbiy degan Alp tug'ilgan edi. Alpinbiydan ikki farzand bo'ldi. Birining otini Boybo'ri, birining otini Boysari qo'ygan edi. Alpinbiyning bir ukasi bor edi, otini Bobinbiy der edi. Bobinbiydan bitta farzand ko'rdi. Ana o'g'lining otini Qulahmat qo'ygan edi. Keyinchalik mana hamma Qultoy deb ketgan edi. Ana mamlakatda to'y tomoshalar bo'lib gurkirab, odamlar to'y tomoshalar qilib, mamlakati gullab yashnab yotar edi. Hammasi lekin chorva bilan shug'ullangan chorvador xalq edi. Chorvaning rayiga qarab, qayr o'tloq bo'lsa, o'sha yerga borib, ko'chib borib, o'tovlarini tigib, mollarini o'tlatib yurar edi. Ana shunda avval aytganimizday Alpinbiyning farzandlari Boybo'ri bilan Boysari elning sardori edi. Boybo'risi mamlakatga shoh edi, shoh edi. Boysarisi boy edi. Ikki aka, uka elga sardor bo'lib yurar edi.
Ikkovining ham mol dunyosi ko'p edi. Ham yillarga, Qo'ng'irot yiliga sardor edi. Lekin ikkovi ham 40 yoshga yaqinlab qoldi. Boy bo'risi 40 dan oshdi, boy sarisi ham 40 ga yaqinlab bordi. Lekin ikkovi ham farzandsiz edi. Na o'g'li, na qizi yo'q edi. Shunda mamlakatning bir katta boyi To'g'onbi To'qsaba degani katta to'y qilib butun el xalqni mamlakatga chaqirdi. Jarchi qo'ydirib qichqirtirdi. Shunda boy bo'ri bilan boy sarini ham to'yga aytgan edi. Bular ham lekin endi To'qsaba to'y qilibdi. Borayıq deb katta sovrinlardan olib, qo'sh ho'kizlarni haydatib, qabatida amaldorlarni olib, hammasi To'qsabaning to'yiga bordi. Ana o borgandan xizmatkorlar chaba-chap qilib, o'zini xizmatga shaylab otlarining qozig'ini mahkam qilib, jilovini ushlab baylab, ana shoh supaga o'tkazib, dasturxon jozib, to'kin sochin qilib, noz ne'matlarni qo'yib siylab o'tiraverdi. Shunda to'yga ikkita juzboshi borgan ekan. Shunda bir sardorlardan biri aytdi, juzboshlarning birovini mana shoh supaga ham chorlang, bizga ham bir ikki oz aytib bersin dedi. Shunda Jo'lman juzboshi degan juzboshini shoh supaga chorladi. Ana juzboshi kelib, do'mburasini qo'liga olib, shoh supada o'tirib, to'yga atab, to'y egasiga atab, kelgan mehmonlarga atab ko'p, lekin terma qo'shiqlar aytdi. Ana ondan so'ng yelning oqsoqollariga, amaldorlarga, boy bo'riga, boy sarga atab ham qo'shiqlar aytib, ana oxirida keling sizlarga yana bir ikki oz aytayin deb bu dunyoning o'tishidan, odamzotning dunyoga kelishidan xabar berib, ikki oz juzboshi oxirida shu qo'shiqlarni aytib turgan joyi ekan. Ey yasha. Sizlerge aytayını payma pay, jaratkandır yekke Xuday. Bul dünya yekene köhne saray, öz teşvişine çabaray, şahı hamgadayı. Ne şahkalara ne gadayı, ölmezden adam kalmadı. Bu dünya bir kaptar kanadı, beşav kelse olta uçup ketadi. Takdirga barcha ko'nadi. Kep ketganlarning sonini
Kimlerim bilip sanadı. Hesabını Allah biledi. Neçevlerden namı nişan kalmadı. Berçesi haktın parmanı, hiç kimnin bulmasını armanı. Amanattır adam canı. Hesabın kimlere biledi. Min yaşağana adam kanı. Min dertke tapkanay davanı. Hakimi Lokman kalmadı. Menişke olsun pırağın, yeline olsun kiregin, kolunda olsun carağın. Bir günü sınsaya uğrağın, olmay kaladı ya sorağın. O arkada kalsa herzentlere uçmay cana diye çırağın. Her kimde olsun köngül tok, şahma gadamaya Sultanbek. Bir perzentine parvazı çok, cigane orada var tuzu çok. Gerb olsa oğlay kızı çok. Ahır neyle çırağı uçar. Hudayım bersine devletti, devlet kıb bersine perzenti. Perzent adamın kanatı, beli de darmana kuvvatı. Aytayın beklere hürmeti. Beş gün dünya bir gün kalar. Aman bolsun merttin başı, bütün bolsun nanı aşı. Ot bolar jigittin yoldaşı, dost bolar adama sırdaşı. Bismillah'tır iştin başı. Kız yeken palakmanın taşı ya. Oğul bolar devletin başı. Şerik bulduk da tuzlarga, mihman bulduk da ya dozlarga.
Xudo iqbolni bersin orqada o'g'il qizlarga. Sizlarga aytdim ikkovza. Bugun keldik to'ylarga. To'yga kelgan xaloyiq doimo omona bo'layıq. Jaratgan haqdan Allah'dan tinch zamonda yatilayıq. Yana o'g'il qiza so'rayıq. Ikkovi suxan qildim-da barcha kelgan xaloyiq. To'xtatdi. Endi mana suhbatga gurunga navbatni berayik deb ana so'zni to'xtatib, baxshiya mana ikkovi choyni ho'plab o'tiraverdi. Ana shunda hammani siylab, butun dasturxon to'ldirib, qancha osh go'shti qo'yib, ana kelgan mehmonlar ana Boybo'rining masharasi bilan endi joyimizdan turayıq deb, hammasi dasturxonga qo'yib, duoni qilib, joylaridan turdi. Ana Shosupada kelganlar, amaldorlar hammasi iziga qaytaverdi. Ana endi Boybo'ri bilan Boysari ham mamlakatning boya aytganimizday sardorlari to'y egasidan ruxsatni olib, endi bizga ruxsat bering deb, ana otlarga minib uyga qaytaverdi. Alpomish Media. Alqissa shunda Boybo'ri bilan Boysari ikkovi aka-uka otlarga minib yonida birga kelgan amaldorlar, vazirlar barchasiga sizlar endi oldinroq ketaveringlar. Biz keyinroq aka-uka boramiz deb ana ikkovi orqada qolib suhbatlashib ketaverdi. Shunda bora-bora yarim yo'lga borganda Boybo'ri mamlakatning xoni Boysari ukasiga qarab, "Ey Boysari ukajon, To'g'onbi To'qsaba farzandlariga to'y berayotir. Mening ham bir shunday qalbimda shunday bir orzu niyatlarim bor, tilaklarim bor. Xudo tilaklarimga yetkirsa, menga ham o'g'ilma, qizma Xudo bir farzand bersa, el xalqqa to'kin sochin qilib bir to'y berish niyatim bor. Lekin mana ukajon, ikkovimizning yoshimiz ham endi 40 ni qoralab, birimiz 40 dan oshdik. Shu paytgacha Xudo bizga farzandni ravo ko'rmadi. Yonga lekin Juzboshining aytgan qo'shig'idan yuraklarim yezilib kul bo'lib ketdi. Suyaklarim sil bo'lib ketdi. Xuddi menga qarab aytayotganday bo'ldi. Lekin Juzboshi barchaga xaloyiqqa aytayotir. O'ylab ko'rsam, mana joshimiz ham endi shunchaqa to'lib qoldi, bu yog'i qanday bo'ladi? Hay attanga. O'tgan bey bobolarimiz hammasi serfarzand, ser rizqi, ser davlat bo'lib kelgan. Lekin shu vaqacha bizga Xudo farzand bermadi. O'ylab yuragim ezilib ketadi. Ey ukajon, sen odamlarni uncha anglamading, bir xillari qarab ko'z bilan, bir xili imashara bilan bir-biriga bizga qarab bizning befarzandligimizni xuddi betimizga aytganday bo'ldi. Menga xuddi nayza chanchganday bo'ldi. Bizning taqdir peshonamizga Xudo farzand bermadi. Deb shunda Boybo'ri yurak bag'ri yezilib, ko'ngli buzilib, ustixoni yezilib, gohida ko'zidan yoshi tizilib, yuragi bo'shab, suyagi shovshab, bir darvish devonaga o'xshab Boysari ukasiga qarab, "Ey Boysari, bu yog'imiz qanday bo'lar ekan? Toji taxtimiz, mol davlatimiz kimga qolar ekan? Xudo farzand bermasa deb bo'zlab ketayotgan joyi ekan."
yara. Xudaya. Baland tog'lar bag'riga bo'ktar qor ekan. Kuyganlarga keng dunyo tor ekan. Bizday sho'rlara bir tirnoq azor ekan. Peshonada ne bir ishlar bor ekan. Moli dunyo davlatimiz kimniki? Yegama oqibat yo'limiz naylay tor ekan. Ot haydadim naylaya. Naylay to'g'asiz. O'tayapmiz bu dunyoda bolasiz. Olg'ir qushlar ucholmaydi chegasiz. Bu dunyodan bir kun o'tsak, ukajona. Mol mulkimiz, davlatimiz qolarmikan egasiz? Bu dunyoga o'lmaydigan kelmadi. Vaqti kelmay tanda jonda olmadi. To'gilganlar yana qayta to'lmadi. O'ylab chilaymanda boysariya. Arkamızda bir zürriyet kalmadı. Baland tog'lar boshi qo'yadi. Bir farzandning o'tgan umri zoyadi. Ha bu dunyoni kimning ko'zi qiyadi? Yo'qchilik odamning ko'zin o'yadi. O'ylab jilaymanda boysariya. Ukaya o'g'il tug'il bizlardi ya, bir qizdan ham qo'yadi. Daraq yektik bog'larga kimlar o'ynar osilib. Juray desam oyog'ima chaqir tikan bosilib. Havayatdan yo'llarimga to'g'an to'silib. Bir farzanddan Xudo bizni oyadi ya. Xudoya shu sababdan bo'zlaymanda o'ksini
baratlar qariganda chetlab qolar to'dadan. Al dunyo o'tar ekan shoxi gadadan. Davri davran o'tar umri odadan. Shu sababdan bozlaymanda Boysariya. Bir farzand deb tilaymanda Xudodan. Ana shunday deb Boybo'ri bozlab gapirgandan keyin Boysari aytdi: "Aka, mening ham lekin ko'nglim cho'gib mazam qochib o'tirdi. Alpomish Media. Endi shuncha bobolarimiz, o'tgan ajdodlarimiz serfarzand bo'lib kelgan, hammasiga Xudo farzand bergan, bir-birining izini davom ettirib kelgan. Endi mening ko'nglimda bir gap bor, ancha vaqtdan beri bir Shayx Mardon degan avliyo o'tgan, jetib pushtimni qo'llayman degan bobomiz bor. Biz ham endi shu bobomizni borib ziyorat qilsak, Xudodan farzand tilasak, endi albatta Xudo o'zi quruq qo'ymas. Lekin Xudo bermasa uning tortib olish iloji yo'q. Endi biz ham borayıq shu bobomizni bir ziyorat qilaylik. Ko'p vaqtdan beri mening ko'nglimga tuyib yurgan shunday bir niyatim bor edi degandan so'ng ana yekavi gurunglashib, gashxot bo'lib, xursand bo'lib, ana uylariga yetib borib, ertasiga iki aka otlanib borib, Shoxi Mardon bobosini borib ziyorat qilib, dardini aytib, Xudodan tilab, ana bobosining haqqiga Qur'on tilovat qilib, ana qaytib kelib, mamlakatda yana davri-davrani surib, biravi shoh bo'lib, biravi boy bo'lib yuraverdi. Kundan kun o'tib, vaqtdan vaqt o'tib, vaqti soati yetib, ana bular ham farzandli bo'ladigan bo'ldi. Ikkovining ham xotini jukli bo'ldi. Ana Boybo'rining xotini Kunbubish oyim bir o'g'il farzand ko'rdi. O'g'lining otini Hakimbek qo'ydi. Boysarining xotini Chilbirsoch oyim bir qizli bo'ldi, otining qizini Oybarchin qo'ydi. Ana shunda bular beshik to'yi berganda, to'yining oxirida bir darvish qalandar kelib, ana to'yiga mehmon bo'lib, ana sizlarning Xudo farzand berdi, mening ham xabarim bor deb bularning otini qo'yib berib ketgan edi. Ana bular katta bo'lib 5 yoshida madrasaga borib mollaga o'qib savg'atini chiqarib berdi. Ana bularni boyag'i darvish qalandar bobosi endi bular katta bo'ladi, vaqti voyaga yetgandan so'ng Boybo'rimdan Boysari ikkoving Xudo bo'lasizlar. Bu Oybarchin, Boysarining qizi Oybarchin shu Hakimbekka atalgan deb ana o'g'lining otini Hakimbek qo'ygan edi. Ana bular 5 yoshdan oshib, ana savg'ati chiqib, yana mollalardan ta'lim olib yurar edi. Ilgari mana Chor sayil degan sayil bo'lar ekan. Bu yil boshi ham deydi ekan. Yilning boshida 4 faslning boshlanishi deb bahor oyida yil boshi o'tkazar ekan. Shunda turli tuman o'yin kulgular bo'lib, osh qo'yilib, go'sht qo'yilib, butun odamlar bir yerga jiyilib, to'y tomosha qilib o'tkazar ekan. Shunda Chor sayilda har xil mana yoshlar orasida, yoshi kattalar orasida musobaqalar bo'lib, ko'pkari bo'lib, kurash bo'lib, shunda yoy tortish musobaqasi ham bo'lgan edi. Ana yoy tortish musobaqasida ana shunda Boybo'rining o'g'li Hakimbek 7 yoshga to'lgan edi. Bobosidan qolgan, Alpinbek bobosidan qolgan 14 botman parli yoydi. Shunda hammani qoyil qilib, ko'tarib shunda yoyni otib, musobaqada hammadan g'olib bo'lgan edi.
Shunda odamlar buni eshitib uzoq yaqindan Boybörining o'g'li Hakimbek babasının 14 batman yayını ko'tarib atgan emish. Bachcha lekin alp bo'lgan emish. Alp emish deb 7 yoshida odamlar bin tilidan tiliga o'tib, onun bunun qulog'iga yetib, alp emish degan so'zdan alpamış bo'lib ketgan edi. Ana shunda buning oti Hakimbek, laqabi alpamış bo'lib ketdi. Shunday qilib yana kunlar o'ta berdi. Ana Boyböri bilan Boysari farzandlarini katta qila berdi. Davri-davrani sura berdi. Ana bir kuni Boybörining o'g'li Hakimbek shunday kitob ochib, kitob ko'rib o'tirgan ekan. Shunda Boyböri otasi aytdi, "Qani o'g'lim, bu kitobda nimalar yozilgan ekan?" dedi. "Ey ota, bu kitobda juda ko'p narsalar aytilgan ekan. Mana shu yerini o'qiyotgan edim. Saxiylik ham baxillik haqida gap ketgan ekan. Ana odam dunyoga kelib birov baxil bo'lib o'tar ekan, birov saxiy bo'lib o'tar ekan, birov boy bo'lib, birov amaldor bo'lib o'tar ekan. Ana Xudo har kishiga rizqi davlat beradi ekan. Ana shu joyini sizga aytsam, bir vaqt-bevaq uzoq yaqindan uyga mehmon kelar ekan. Shunda kechqurun qorong'i tushganda uyning oldiga bir mehmon kelsa, bir kechaga joy beringlar deb so'rasa, ana shunda uyning egasi mehmonga joy berib, ham choy berib, ham otiga jemish berib, shu kechasi siylab mehmon qilib jo'natib yuborsa, ertasiga ana bu saxiylikqa o'tar ekan. Agar bizda joy yo'q deb lekin qaytarib yuborsa, agar joy bo'la turib qaytarib yuborsa, bu baxillikqa o'tar ekan. Ana odamzod oyoqqa bu yoqqa yurganda bir mozaratning ustidan kelib qolsa, shu mozaratga haqqiga yotgan marhumlarning qabrida yotganlarning haqqiga bir duo qilib, Qur'on tilovat qilib o'tib ketsa, saxiylikqa o'tar ekan. Agar indamay o'tib ketsa, bulan baxillikqa o'tar ekan. Chunki shu qabrda yotganlar o'tgan kishilardan umidvor bo'lar ekan dedi. Yana dedi bir yozilgan ekan, odamzod dunyoda boy bo'lib, moli ko'payib ketsa, zakatga yetsa, zakat chiqarib zakat bersa, shunda saxiylikqa o'tar ekan. Agar moli ko'payib ketsa ham zakat bermasa, bulan baxilga o'tib ketar ekan dedi. Buning hammasining oxiratda javobi bor ekan. Shu narsalar kitobda yozilgan ekan. Ota degandan so'ng shunda Boyböri o'ylanib turdi. Bu zakat degan narsalar shu mahalda bu mamlakatda yo'q edi. Shunda aytdi, endi men mamlakatning shohi bo'lsam, egasi bo'lsam, Boysari ukam mamlakatda eng boy, katta boy Boysari ukam bo'lsa, qancha mol dunyosi bor, bu mollaridan shu vaqacha zakat bermaydi. Endi mening mol dunyom ko'p bo'lgan bilan kimga zakat beraman? Men mamlakatning egasi bo'lsam. Endi mana yolg'iz ukam Boysari baxillikqa o'tib ketmasin. Endi zakat bersin. Zakat bersa kimga beradi? Mamlakatning poshshasi men bo'lsam menga beradi-da. Deb ko'p vaqtlardan beri o'ylab yurgan o'yi bor edi, niyati bor edi. Shu bir cho'li bor edi, shu talqin degan cho'lga suv chiqarib, shu cho'lda obod qilsak, yelga to'yat bo'ladi. Yelga oziqa bo'ladi. Buni qanday obod qilsam ekan deb o'ylab yurib edi, shunda birdan esiga keldi. Endi shu boylardan zakat olsam-da, shu zakatning jiyilgan mollarni, pullarni shu cho'lga ishlatsam, deb obod qilsam deb shunda Boysari ukasiga esiga tushib, endi zakat olayin boylardan. Bu jiyilgan mollarni yaxshilikqa ishlatayin. Yelning farovonligiga, yelning obodligi uchun ishlatayin, shunday bir ish qilayin
deb shunda 9 ta choparni oldiga chaqirib, choparlarga borib, bugun shunday farmon chiqardim. Quloq solinglar, endi gala boylarning molidan zakat olamiz. Bu zakatni olib borib, yelning lekin obodligi uchun sarf qilamiz deb amaldorlari, vazirlari bilan maslahat qilib, choparlarga tayinlab, endi boy sarining ovliga borasizlar. 1000 ta qo'ng'irotning boylari bilan birga o'tiribdi, Bo'zbiya degan joylarda boy sarinikiga zakat so'rab borsanglar. Bergan zakatini olib kelsanglar. Borib tushuntirib aytsanglar deb choparlarga birovni bosh qilib, Dönenboy deganini chaqirib, sen boshat bo'lasan deb 9 ta chopardi zakat olish uchun boy sarining ovliga jo'natayotgan joyga. Alpomish Media, Alpomish dostoni.